Hop, bugungi mavzuyimiz Microsoft Word bilan matnli hujjatlarni professional tayyorlash mavzusini o'tamiz. Demak, topshiriqlar ketma-ketligi bo'yicha tushuntirib o'taman. Demak, birinchi topshiriq hujjat yaratish va saqlash. Bu demak oson topshiriq, hammamiz bilamiz buni. Microsoft Word dasturini ishga tushiramiz, yangi dokument ochamiz va uni o'zimiz xohlagan nom bilan amaliy topshiriq deymizmi, 9-topshiriq deymizmi, o'zimiz xohlagan nom bilan saqlab qo'yamiz. Demak, birinchi topshiriq oson. Ikkinchisi sahifa sozlamalari. Ya'ni sahifa deganimiz varoq deymiz-ku, varoqni sozlamalari. Uni o'lchami yoki chapdan, o'ngdan, yuqoridan, pastdan bo'lgan qoldiradigan hoshiyalarimizni o'lchamini, sozlamalarini to'g'rilashni ko'ramiz. Ya'ni biz hozir yana yangi dokument ochib olamiz mana. Yangi dokument ochib oling, men saqlamayman, o'zlaringiz keyin saqlab olaverasizlar. Demak, hozirgi topshirig'imizda A4 o'lchamda bo'lsin deyilyapti qog'ozimiz. Biz doim Wordda ishlaganimizda o'zi odatiy holda A4 o'lchamda turadi. Biz buni hammasi standart holatda turibdi. Mana yuqorida 2 sm, pastki va hokazolar bor-ku. Bular ikkinchi topshiriqdagi berilgan topshiriqlar hammasi o'zi asli standart holat bu. Siz buni o'zgartirmaysiz, lekin o'zgartirish kerak bo'lib qolgan holatda buni o'zgartirishni o'rganib qo'yganlaringiz yaxshi. Demak, qayerdan o'zgartiramiz? A4 ni boshqa formatga o'tkazmoqchimiz masalan. Eng oson yo'lini mana bu lineykadan 2 marta bosib kirishda kirsak, eng tez kirib boramiz biz o'sha parametr stranitsaga. Nastroykalardan, menyulardan kirib borsa ham bo'ladi, lekin lineyka ustiga mana lineyka borki, tepada va chapda. Ustiga 2 marta bossak, nima qilar ekanmiz? Parametr stranitsaga kirar ekanmiz. Polya bizda keyingi topshiriq mana hozir razmer bo'lmagi, hozirgi topshiriq mana. A4 o'lchamda turibdi. Bu yerda ochib ko'rsak, bir qancha qog'oz o'lchamlari bor. Mana ko'pincha biz eski biometrik pasportimizni kopiya qildirganimizda A5 formatda chiqaramiz kichkina qog'ozga. U A5 deyiladi, A4 ni teng yarmi. Keyin A3 da ham bilamiz biz, keyin kattaroq, A4 dan kattaroq. Shunaqa o'lchamlarning turli tumanlari bor-da bu yerda. Qaysiga biz qachondir duch kelib qolsak, shuni shu yerdan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz bo'lsa, mana pastdan yuqoridan deyilgan joy bordi-ku. Yuqori mana margins orqali, ya'ni hoshiyalarni sozlashimiz kerak. U ham o'sha yerdan kiriladi. Polyaga mana verxni 2 sm, nijni 2 sm. Ya'ni biz yozuvimizdan tepa va pastini 2 sm dan joy qiladi. Verxni tepasi, nijni pasti. Levi 3 sm, pravi 1,5 sm. Levi chap tomonda 3 sm joy qolar ekan, sababi peripilot qilinganda yoki kitob shaklida bo'lganda chapdan 3 sm qoldiryapmiz. Bunaqa peripilot uchun joy qolyapti, xullas. O'ng tomondan 1,5 sm, o'ng tomondan qisqaroq qolsa ham bo'laveradi. Keyin mana bu yerda orientatsiya bor. Bu topshiriq ham turibdi. Albomniyda qolaversin deyilgan biz topshirig'imizda. Albomniyda emas, knijniyda qolaversin deyilgan, knijda qoldiramiz. Qog'ozi tikka holatida. Bunisi bo'lsa qog'ozni yonboshqa holatiga o'tib qoladi. Bitta bossak mana pastda o'zgarish bo'ldi, qarang mana. Tepacha, bunisi yonboshqa bo'ldi. Tepa ko'rinishda turaversin degan holatda. Demak, biz hozirgi ikkinchi topshirig'imiz mana shular edi. Polya bilan razmer bo'lmagi edi. Demak, bu ikkalasi hammasi standart holatda turganligi uchun biz shunchaki bilib qo'ysak bo'ldi. Qachonki o'zgartirish kerak bo'lsa, shu yerdan o'zgartiramiz. Xo'p, keyingi topshirig'imiz matn kiritish va formatlash. Ya'ni hujjatga kamida 1,5-2 bet hajmli matn kiritamiz. Demak, men o'zim ixtiyoriy matnlarni hozir yozib olaman. Sizlar ham o'zlaringiz yozib olasizlar keyinchalik. Xo'p, mana ixtiyoriy matn yozib oldim. 2 bet bo'ldi, 2 sahifa bo'ldi mana. Lekin bu ko'rib turibsizki, mana nimalar formatlari standart emas. Umuman boshqa formatda turibdi, biz xohlaganda emas. Uni hozir topshiriq bo'yicha qilib ketaveramiz. Quyidagi talablar asosida rasmiylashtiring. Endi buni rasmiylashtiramiz. Shrifti Times New Roman o'lchami 14, qatorlar orog'i 1,5,
matn tekislanishi justify bo'lsin deyilyapti. Abzas birinchi qatorga 125. Mana shular hammasini bajaramiz hozir. Demak, yozuvni hammasini belgilab oldim. Ctrl A ni bosish orqali hamma matn belgilandi. Boshlaymiz. Mana bu yerda Times New Romanga o'zgartiramiz. O'lchamini 14 qilamiz. Yana nima deyilgandi? 1,5 interval deyilgandi. Justify qiling deyilgandi. Mana justify degani ikki tomondan tekislash. Mana hozir chap tomondan tekslashtiruvdi. Bunisi o'rtadan tekislaydi, bunisi o'ngdan tekislaydi, bunisi ikki tarafdan tekislandi. Keyin birinchi qatorga abzas qo'ying deyilganda 125. Abzasni mana o'zi abzas degan bo'limchaki bu mana. Glavniyani abzas degan bo'limida turibmiz mana bu yerda. Shuni mana bu yerda pastki strelkachasi bor, kichkinagina. Shuni bossak qo'shimcha yana boshqa nimalar buyruqlar ochiladi. Mana bu yerda mana первая строка turibdi, ya'ni birinchi qator. Birinchi qatorda net turibdi, hech narsa yo'q. Biz shuni atstupni bosib qo'yamiz. Atstup 575 o'tkazibdi. Uni 125 qilib qo'yamiz. Biro 25. Okey. Mana 125 abzas tashlandi birinchi qatorga. Agar biz qayerdadir enter tashlasak, yana keyingi abzasimizga 125 abzas tashlayveradi. Ko'ramiz uni ham jarayon davomida. Xo'p, 4-topshiriqqa yetib keldik. Sarlavhalar va uslublar. Asosiy bo'lim sarlavhalarni heading 1 bilan belgilang, kichik bo'limlarni heading 2 uslubida rasmiylashtiring. Sarlavhalar automatic table of contents, ya'ni mundarija yaratish uchun nima bo'lsin? Mos bo'lsin. Xo'p, endi bu hozir bu yerda hech qanaqa sarlavha, parlavha yo'q, shunchaki tekst tashlab oluvdik biz. Endi keyin sarlavha yaratib chiqamiz. Mana bu yerda hozir bizda bo'sh qator yo'q. Agar bo'sh qator yozamangiz, ko'pincha mana bu yerga 2 marta bosasiz-ku, kolon titulga chiqib qolasiz. Bu noto'g'ri. Biz mana bu birinchi qatorni pastga tushirib, enter yordamida bitta bo'sh qator ochib olamizda, sarlavha qo'yamiz bu yerga. Sarlavha 1 qo'ydim masalan. Endi asosiy sarlavha, qo'shimcha sarlavha degani nima degan? Masalan, kitob o'qiganimizda yoki mana majmualarni o'qiganimizda ham birinchi mavzu qo'yiladi, keyin 3 tami 4 ta reja qo'yiladi, to'g'rimi? Keyin reja asosida mavzu tagidan birinchi reja bo'yicha 2 varoq, 3-reja bo'yicha va hokazo ketadi-ku. Xuddi shunday o'sha rejalar ikkinchi sarlavha bo'ladi, heading 2 bo'ladi ular. Hozir mana bu sarlavha 1 ni yaratdik, sarlavha 1 ni belgilab turib, mana bu yerda mana zagolovik 1 bor, zagolovik 2 bor va hokazo ketaveradi. Zagolovik 1 kerak bizga, asosiy sarlavha. Zagolovka ruscha menyuda zagolovka bo'ladi, agar sizlarda inglizcha bo'lsa heading bo'ladi, heading 1. Heading 1 ni tanladim. Buni formati o'zgarib ketdi endi yana. Formatini to'g'rilab qo'yaman. Times New Roman qilaman, 14 ga tushiraman, rangini qora qilaman va sarlavha bo'lgani uchun o'rtadan o'tkazib qo'yaman. Demak, sarlavha 1 ustiga bitta bosib ko'rsak, mana zagolovka nimasi turibdi, matnimiz bo'lsa обычный tekstda turibdi. Sarlavha 1 da yaratib oldik, endi keling bir 2 ta 3 ta sarlavha qo'yib olaylik. Yo, sarlavha mavzular masalan bu. Birinchi mavzu ketdi, ikkinchi varoqqa ikkinchi mavzuni qo'yamiz keling mana. Ko'rdingizmi? Yangi enter tashladim, bu avtomatik 123 joy tashadi. Sarlavha 2. Xuddi shunday bir 2 ta 3 ta yana yaratib qo'yaylik. Keyingi varoqqa ham. Mavzularda endi xuddiki bu. Sarlavha 3 bo'lsin bunisi. Bunisi sarlavha 4 bo'lsin. Endi har biriga boyagidek heading 1 ni tanlab chiqishimiz shart emas, zagolovka 1 ni. Sarlavha ustiga bitta bosib, format по образцу degan buyruq orqali, ya'ni format ko'chirish bu. Shotgacha ko'ryapsizlarmi? Format ko'chirish deb ustiga bitta bosamizda, mana shotgacha yozuv ustiga bo'lsa, shotgacha chiqyapti. Ya'ni o'sha sarlavha 1 ni formati qanaqa bo'lsa, biz qayerda belgilasak, o'shanga almashib qoladi bu belgilaganimizdan. Bizga endi mana bu sarlavha 2 ni bo'yashimiz kerak mana. Sarlavha 2 ni bo'yasak, aynan o'shanga o'xshadi bu ham mana. Bundan ham shu joydan yana kopiya olib ketamizda, ya'ni formatidan kopiya olyapmiz, yozuvdan emas. Bunga ham ko'chirib qo'yamiz. Bundan ham olib ketamizda, keyingisiga ham ko'chirib qo'yamiz. Xuddi bo'yaganday edi, undan bo'yab olib, bunga bo'yab qo'ygandek bo'lyapti.
Xo'p, 4 ta sarlavha qo'yib oldik. Mana yana o'shancha komil qilishim ustiga bitta bosib ko'rsak, mana zagolovka 1 da turibdi. Endi qo'shimcha sarlavhalar yaratib chiqamiz. Endi mana bu yerga sarlavha A deyman. Qo'shimcha va ikkinchi zagolovka bo'ladi, bu rejalar. Sarlavha A ni belgilab turib, zagolovka 2 ni bosaman. Times qilaman. Keyin bu ham 14 ta bo'laversin. Qora rangda bo'lsin. Xo'p, o'rtadan bo'lsin mayli bu ham. Sarlavha A bo'ldi. Buni ham ko'chirib olaman-da. Mana bu yerlardan bitta qo'yib ketaman endi. Ikkinchi rejada bu. Sarlavha B bo'lsin. Mana bu o'rog'imizdagi qo'shimcha reja C bo'lsin. Yana qayerga qo'yamiz? Mana bu yerga qo'yamiz. D bo'lsin. Bormi yana? 4-reja ham quruq qolmasin, bu yerga bitta qo'yib ketamiz. 4-mavzu degani F bo'lsin masalan. Endi bularni ham formatini ko'chirib kelamiz. Mana A ga format beruvdik, sarlavha A ga. Demak, buni formatini shu o'tkachadan ko'chirib olamizda, B ga ham bergan ekanmiz-ku. Sarlavha 2. O'zi bular format bilan kelibdi. Bu o'zini ko'chirib oldik, format berganimizdan keyin. Zagolovka 2 bo'lib kelibdi o'zi. Uni formatini to'g'rilab keyin ko'chiribmiz-da. Demak, mana bu sarlavhalarni ikki xil ko'rinishda qo'yib oldik. Maqsad nima? Maqsadni hozir tushunamiz nima uchunligini. Topshiriqda aytilgan mana bu yerda. Table of contents, ya'ni avtomatik mundarija yaratish uchun kerak bo'ladi bizga bu. Biz mundarija yaratsak, nuqtachasini qo'yib, nechinchi bitda turuvdi birinchi reja, nechinchi bitda turuvdi uchinchi mavzu, bitini izlamaymiz-da, avtomatik bitini o'zi chiqarib beradi. O'sha topshiriqqa kelganda hozir ko'ramiz. Demak, bu topshiriq bajarib bo'ldik. 5-topshiriq ro'yxatlar va jadvallar. Demak, kamida bitta raqamlangan ro'yxat, bitta belgilangan ro'yxat yarating, 3-4 o'lchamda jadval qo'shing va uni nomlang. Demak, bu topshirig'imiz ham uncha qiyin emas ekan, oxiriga tushamiz. Demak, raqamlangan ro'yxat, mana ro'yxatlar, o'sha ro'yxat ham abzas menyusi turibdi bo'limida. Demak, belgilangan ro'yxatlar ixtiyoriy belgi bilan ro'yxat yaratib qo'yishimiz mumkin. Buni bilamiz hammamiz, ha? Bunisi bo'lsa raqamlangan ro'yxat. Keyin yana bitta narsa, raqamlangan ro'yxatni o'zimiz xohlagan formatda yaratib olishimiz mumkin. Masalan, men yaratganman S1, A1, M1 deb ro'yxatlar yaratganman-da. Sababi menga kerak bo'lgan bu. Masalan, ma'ruza mavzulari, seminar mavzulari, amaliyot mavzularini ro'yxat qilishim uchun mana shunaqa ro'yxatni yaratib olganman. Yoki o'zini standart mana 1.1 qavs, rim raqami nuqta yoki katta harf, kichik harf va hokazo ko'rinishdagi mana ro'yxatlar mavjud. Xohlaganimizdan foydalanishimiz mumkin. Agar boyagidek kerak bo'lib qolsa, o'zimiz yaratib olishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Yaratishdi mana o'sha yerga kirasizlar-da, mana определить новый format nomera qilasizlar. O'zlaringiz xohlaganini yaratib olaverasizlar. Xo'p, keyingi topshirig'imiz jadvalmidi? Jadval ham oson topshiriq, qiyin emas u. Mana bu yerda hozir ishda nuqtacha qilib ishda narsa yozib-ku, bu tomonda joy qo'ygan u tomonidan yana bir narsa shu yoniga yozib chiqindi. Mana yoniga. Ha, mana shu ishda yozganmiz-ku, shu o'ng tomonda joy qolib. Mana ro'yxatni yoni mana bu yer o'ng tomoni deyapsiz-da. Ha, shu yonda bo'sh joyda. O'zi asli mana bir qator, bu qatorda oxirigacha shuniki deganda. Lekin biz yana joylashtirmoqchi bo'lsak, ikkita usuli bor. Kolon titulga ajratish, nima qilish, kolonkaga ajratishimiz mumkin, ikkita kolonkaga yoki ikkita ustunli jadval yaratib, jadval ichiga solib qo'yishimiz mumkin. Hozir mana jadval yarataylik-da pastidan. 3 ga 4 deydi, birdan 3 ga 4 yarataveraylik. Siz ikkita chekali jadval yaratsangiz bo'ladimi? Faqatgina mana bu ikkalasini. Siz o'sha ro'yxatingizni olasizda, bu jadvalga tashlab turib, mana bu yoniga xohlagan narsangizni yozaverasiz. Bu jadvalni keyin jadval chizilib qoladi-ku desangiz, belgilab turib, jadval chiziqlarini net granitsiya qilib qo'ysangiz, hozir mana ko'rinyapti, lekin printerdan chiqarsak ko'rinmaydi. Xo'p, jadval yarating 3 ga 4 deydi, 3 ga 4 jadval yaratib oldik mana. Uni nomlang deyapti endi.
nomlash. Xo'p, birinchi jadval nuqta jadval nomi. Demak, buni o'rtaga o'tkazib qo'yamiz. Demak, birinchi jadval bo'lgani uchun birinchi jadval nomi deb qo'ydim. Agar matnimizda keyinchalik yana jadvallar chiqaversa, ikkinchi jadval, uchinchi jadval deb nomerlab ketaveramiz. Jadval ichida o'ziga kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Keyingi rasm va havolalar. Rasmda keyingi topshiriq rasm va havolalar. Hujjatga bitta rasm qo'shing, rasm joylashuvini wrap text square qilib belgilang. Kamida bitta giperhavola kiriting. Demak, rasm va giperhavola topshirig'ini bajarar ekanmiz endi. Xo'p, yangi stranitsaga o'tib olamiz. Nimagadir qo'shanlar qolibdi. Xo'p, rasm. Bitta screenshot qilaman-da tashlayman. Ixtiyoriy rasmda bu. Siz o'ziga kerak bo'lgan rasm qo'yasiz. Demak, birinchi rasm nomini qo'yamiz bunga ham. Keyinchalik bu ham xuddi shunday, matn davomida yana rasmlar chiqaversa, rasmni o'zini tartib bo'yicha tartiblab ketaveradi. Jadval bo'lsa, jadval o'zini tartib bo'yicha tartiblanib ketaveradi. Keyingi topshirig'imiz nima edi? Giperhavolamidi? Stavka menyusiga kiramiz. Gipersilka bor. Agar sizda inglizcha bo'lsa, gipersilkami, shunchaki silkami yoki ruschada ham silka turadi yoki linkmi nimadir inglizchasida xuddi shu menyuga kirib, mana shu atroflarni izlab ko'rasizlar mana shu bo'limni. Demak, bu yerda hozir gipersilka turibdi. Gipersilkani bosamiz. Mana bu yerda aytayapti tekst. Tekstga biz o'sha Word'imizda linkni o'rniga chiqib turadigan tekst bu. Biz bu yerga bosing va Hemesga kiring deb yozib qo'yamiz. Hemesga kiring deb yozdik-da. Endi mana bu yerda adres turibdi-ku pastida. Adresga Hemesning linkini kiramanda kopiya qilib o'sha adresga Hemes linkini tashlab qo'yaman. Okey. Mana link chiqdi. Yozuv bo'lib chiqdi. Bu yozuv tagiga chizilib chiqdi. Tagiga chizish underline-ku, mana underline o'chirib qo'yamiz chini. Ketmadi. Ctrl U. Mana ketdi. Qora qilib qo'yishimiz ham mumkin. Oddiy matn ko'rinishiga o'tkazib qo'yishimiz ham mumkin, lekin bu link. Mana ustiga borsak, ayli najmite Ctrl и щелкните ссылку deyapti. Ya'ni Ctrlni bosib turib, silkani bosing deyapti. Ctrlni bosib turib, yozuvni ustiga kelsam, qarang, nimamiz kursorimiz qo'lchaga aylanyapti. Demak, bitta bosadigan bo'lsak, bu hozir brauzerda ochadi, mana Hemesga kirmoqchi bo'ladi. Demak, bu matn orqali link qo'yish bo'ldi. Xo'p, keyingi topshirig'imizni ham bajardik. Endi 7-si sahifa raqam va kalon titullar deyapti. Ya'ni sahifani raqamlashtirishimiz kerak va header va footerlarga nimadir yozishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda raqamlab olamiz. Stavkada kalon titul degan bo'limga o'tdik endi mana silkadan bu tomonga o'tayapmiz. Kalon titul, ya'ni nomer stranitsa qo'yamiz birinchi o'rinda. Odatda nomer stranitsalar qayerda qo'yiladi? Varog'ni pastida, o'ngida yoki o'rtasida bo'ladi. Xohlagan joyga qo'yishimiz mumkin. Tepasiga ham qo'yishimiz mumkin. Ba'zi jurnallarda tepada qo'yilgan bo'ladi. Kitoblarda odatda pastda bo'ladi-yu. Ba'zi badiiy kitoblarda ham tepada bo'ladi. Pastda nomerdan birinchi varaq, ikkinchi varaqning nomeri. Ha, stranitsaning nomeri bor ekan shu. Demak, tepadan chapdan, tepadan o'rtadan, tepadan o'ngdan, pastdan desak mana bunisi. Xullas, qayerdan belgilaymiz? Keyin pastdan o'ngdan belgilab qo'yaylik, обычный holatda. Hammasiga qo'ydim mana 5 varoq ma'lumotimiz bor ekan, qo'yib oldik. Xo'p, matn qismiga qaytib olamiz. Mana ular xira ko'rinishga o'tdi, chunki ular nijniy kalon titulga qo'yildi. Ya'ni footer deyiladi bu tomon. Hozir topshiriqda ham shunaqa ma'lumotlarni ko'rdik. Mana header yoki footerga hujjat nomini yozing. Ingliz tilida head degani nima degani? Bosh degani nima degani? Head. Footchi oyoq. Demak, header, footer deyilyapti-ku, bu to'g'rimi? Hujjatning bosh qismi va oyoq qismi deganda bunday olib qarasak, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak.
Keyin e'tibor bersak, qaysidir kitoblarda yoki jurnallar yoki nimalarda, qaysidir manbalarda tepa qismida xira qilib kitob nomi yoki avtor nomi nimalardir yozilgan bo'ladi. O'sha mana tepada mana bu joyda 2 marta bosib qo'yasizlar, adashib dedim-ku bo'yi. Bu hujjat tepasini 2 marta bossak, bu mana verxni kalon titul ochildi mana bu yerda. Bu yerga masalan hujjat nomini yozib qo'yishimiz mumkin. Hujjat nomini yozib, bu tomonga qaytsak, yani 1 marta yozdim, lekin hamma betga ketadi. Bu o'zi 5-bet ekan. Mana 4-betda ham turibdi. 3-betda ham turibdi. Xullas hammasiga avtomatik biz masalan 100 varaqli kitob yozamiz, farqi yo'q, hammasiga shunday ketadi. Xuddi shunday nijniy kalon tutilgan ham yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, avtor nomini yozib qo'yishimiz mumkin. Xohlagan nimadir qisqa yozuvlar yozib qo'yishimiz mumkin. Kitoblarda shunday ko'chirib olganman. Endi kimdir ko'chirib olmasligi uchun emas, bu ma'lumot uchun yozib qo'yiladi-da odatda. Bitim testlar bilan STM. U siz matn ostida yozuvda aytyapsiz. Skaner qilinganda ko'chirib olmasligi uchun. Xo'p, keyingi topshirig'imiz hujjatni boshiga kursorni olib boring, reference table of mana bu avtomatik mundarajaga yetib keldik. O'zgartirish kiritib, mundarajani yangilashni ham ko'ramiz. Demak, mundarajani qayerga qo'yamiz? Topshiriqda boshiga qo'ying deyapti. Keyin boshini xunay qilib qo'ymaylik, oxiriga qo'yib qo'yamiz. Mana hujjat oxiriga keldik. 5-betda matn joylashganligi uchun Ctrl Enter deb bosib, 6-betni ochib oldim men. Agar mana teparoqda turgan bo'lsa, Ctrl Enter deb bossak, avtomatik o'zi yangi betga o'tadi. Endi mundaraja yaratishni ko'ramiz. Mundaraja qayerda bo'lardi? Silkadamidi? Yo'q. Silkada ekan, mana silkaga kirdim. Silkaga kirdim. Mana yerda оглавление degan birinchi buyrug'imiz оглавление degan buyruq turibdi, ya'ni mundaraja. Shuni bosamanda, buni ham bir necha nimalar bor, stillar bor. Birinchisini tanlayman, keling. Birinchisini tanladim. Ruscha chiqdi bu, mana bu yerini o'chiraman-da. Mundarija deb qo'yaman. Mundarija dedim, mana e'tibor beradigan bo'lsak, avtomatik bitlarini o'zi bitlab berdi, qarang. Sarlavha birimiz birda turuvdi, sarlavha A'miz ham birda ekan, B va ho'kiz hammasi o'z bitlarigacha chiqarib berdi men nuqtachalarni chiroyli qilib. Agar biz buni qo'lda qilganimizda mana raqamlari to'g'ri liniyaga tushmasdi yoki nuqtalarimiz o'lchami har xil bo'lib qolishi mumkin, orasidagi masofalar har xil bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu Wordning o'zini avtomatik mundaraja chiqaradigan buyruq ekan. Bizga zagolovka 1, zagolovka 2 lar bekorga qo'ymagan ekanmiz. Demak, mundaraja uchun kerak bo'lar ekan bu. E'tibor bersam yana sarlavha birimiz chaproqda, sarlavha ABS'lar sal o'ngroqda. Ya'ni zagolovka 2 lar ular, qo'shimcha rejalar. Endi keyin o'zgartirib ko'ramiz. Xohlagan bittamiz. Masalan, nechinchi bet? 3-betda sarlavha 3 bor ekan. 3-betga o'tamanda sarlavha 3ni topib, sarlavha 3ni o'zgartiramiz. Bo'ldi, sarlavha 3ni o'zgartiramiz, yozib qo'ydim, o'zgardi-da endi bu. Endi mundarajada o'z-o'zidan o'zgarib qolmaydi. Mana mundarajaga kelsak, sarlavha 3 turibdi, lekin mana bu yerga kelsak, mana обновить tablitsa turibdi. Ya'ni tablitsani обновить qilish, обновить целиком qo'yamiz. Hammasini mana только numeratsiyani обновить qilish edi u, lekin biz matnlarni o'zgartirdik-ku. Целиком qilsak, hammasini yangilab oladi. Bitta obnovit qildim mana. Sarlavha 3ni o'zgartiramiz degan yozuv bu yoqqa chiqdi endi. Ko'rindimi? Ko'rindi. Xullas, bu avtomatik mundaraja yaratish edi. Demak, bu oxirgi topshirig'imiz ekan. Sizlarga topshiriq mana shu ketma-ketlikda bajarib, xuddi hozir men yaratgandek qilib bitta hujjat yaratasizlar-da. Faqat mana bu yerda endi men umumiy gaplarni yozib ketdim. Hujjat nomi, sarlavha 1, sarlavha A qilib siz realniy bir mavzu tanlaysiz yoki kurs ishimi yoki maqolami, nimadir realniy ish bajarasizlar. Va umumiy ishlatilmaydigan gaplarni yozib ketdim mana bu yerga. Misol uchun bular. Keyin yana bitta qo'shimcha narsani o'rganib ketay.
snoska degan narsa ham kerak bo'ladi. Odatda shu maqola kurs yozganlaringni yoki bilmay ishlarni yozganlaringni snoska nima uchun kerak? Biz hujjatimiz oxirida adabiyotlar ro'yxatini shakllantiramiz. Adabiyotlar ro'yxati nima uchun kerak? Biz o'sha ishimiz davomida foydalangan adabiyotlarni qayerda foydalanganimiz ko'rsatishimiz uchun kerak. Ishimizni qayerda foydalaning. Masalan, mana bu yerda sarlavha 4-chidagi mana bu abzasni biz qaysidir birinchi ro'yxatdagi adabiyotimiz birinchisidan foydalanganmiz masalan. Xo'p, shu abzasni oxirida biz stavka menyusida xo'p, snoskamiz qayerda bo'lardi? Silkada bo'lardi. Mana вставить сnosку. Ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerga mana 1 chiqdi abzasning oxirida. Mana bu yerga endi 1 ga nima yozamiz deb qo'yamiz. Mana bu yerga endi birinchi masalanda endi bu birinchi adabiyot nomini kiritib qo'yamiz bu yerga. Shunda ma'lum bo'ladiki, mana bu yerdagi 1, ya'ni mana shu abzasdagi gaplar mana shu birinchi adabiyotga tegishli degan. Ertaga sizni mana bilmay ishingiz yoki maqolangiz antiplagat tizimidan tekshirilganda ko'chirilgan chiqmasligi uchun siz bu yerda aytib ketasiz. Mana shu avtordan olganman. Olganingizni aytib ketsangiz plagat chiqmaydi. Agar olganingizni aytmay foydalanib turib biz snoska qo'ymay ketsak, u ko'chirilgan, avtorga aytilmay olingan degan ma'noda ko'chirilgan ish bo'lib qaytarilishi mumkin bo'lib qoladi. O'shaning uchun